Xursandmisiz? Baraka. Ama bunaqa qattiq soat yaqindan beri bo'lmadi. Aka, 82 million so'm. Bakkalarga baraka bo'lsin. Biz ham yaxshi kunlar yashaydik, rozi bo'lsin. Bo'ldi. Zo'r pul bo'ldi. Qana topdi. Xohlasangiz buni 48 million, 34 million. Men qo'yishimni qasam bermayman. Allohga sotgan barakasini bersin. Bu qanchalik bilan beradilar? 33 kilo olmasa, Sog'lagan odamsiz. Haligi dunyoviy hammamiz bir-birimizdan foydalanamiz deymizsiz. Pul urishni uchun ziyon qilsak hammamizga alam. Xursandchilik bilan ko'pini yangi qo'yib bersangiz hozir. Lekin o'ylanadigan hech qanaqa joyi qolmadi. Ochiq o'yinga savdo bo'ldi, ochiq o'yin. Xursandmisiz? G'amba, nima deysan? Baxtli bo'lgan bolani. Sizlarga ham yaxshilik kelgan, bizniki ham xudo yaxshilik niyatda. Unaqa haligi ukamizga anaqa hozir. Ha, ashiga debmani. Sizga ham bizga ham yaxshilik keldi. Alloh barakasini bersin. Xursandmisiz? Yo'q, otaga sizga tangiga qo'sha olmayman. Aka, voqea bunaqani tushuning. Yo'q, aka, sizlar dikonsiz tamom bo'lyapti. O'tdim men emas. Bunaqani tushuning. Dikonlar xursandlar bor. Bu hozir ikkilisini qo'shib ketadi, deganlik ketib qoladi. Buni Alloh baraka degandan keyin mobilasi bor. 80 ga beradi deyapsizlar. Odamlar qo'shing degan biroq internetda yaratgan uzoqqa qadar Boshqa tomonasidan. yo'q, boshqa tomonasidan. Mullo. Aytib qo'shing bering deydi. Qo'sholmaydigan xonasi yo'q ekan. O'tdi mullo. Mullo. Ashnalingiz bo'lmaydi. Siz ko'pini yengil qiling, bu madalar sotiladiganlar. Madala quradisiz bo'lmaydi. O'tdi qo'shing ber deyman beradi. Hozir zo'r pul bor. O'tdi. Undan osonga to'g'ri menga insonlarga qo'yib qoladi. Avvalo xudo. Bunisi bo'lmaydi, aytyapman-ku. Qo'shing. Bor baraka. Qo'sholmayman. Qo'sholasan manaqa yo'q. Qo'shing. Qo'shing. Pul qo'shmayman, eshitgan sizga dumozab olasiz. Men ko'rganim bor. Alloh barakasini bersin. Xursandmisiz? Yengil soting. O'zi yo'lladim. Bering. Unda hisob chiqmay qoladi. Aka, hisob chiqmay qoladi. O'tdi. O'tdi. Aka, siz xirmonsiz. Bunaqani tushuning. Juda qo'ygan 200 million olashmayapti. Oltizga katta butkir pulini qilyapman. Pulini haqi nasiya emas. Hamma tomoni sizga deyapti. O'zini yengil qilsin. Aka, qattiqroq o'rayapti. Madalar sotiladi. O'zi yo'q. Aka, hozir mana biroz gapni tushunman hozir. Aytdim, bu moda ishlarni Qo'shing. O'zi yo'q. Biz qo'shing borib bu o'zani. aka, ular hatto Arab qo'yib Voy, alam. To'g'ri. Bering mullo. Ish bor. O'tdi. aka, tushuninglar, men ham arab xalqlardan olib tashlar qilib foyda qilib. Bir yengil qilib so'rayda, aka, hozir hamma tomonini ko'rsin. Hojaga Alloh barakasini bersin, ko'pchilikni qilib. Bo'ldi. Просто bu yerga chiqadimi aka? Aytmasanglar to'g'risini aytmayman. Yo'q, aka, men ham mana hozir bir million qo'shdim. Bir og'iz gapni qo'shdim. O'ziga oladigan odam. Sizga ularni bo'lmaydi. Pulini berib olib ketamiz. Sizga olib ketgan, ertaga pulini olib ketamiz. Ashiraga sotidan maza qilasiz. Xursandmisiz? Mullo yonib qo'ying. Bering. Bering. O'tdi. To'g'ri olib ziyon qilmasdan. Yo'q, yo'q, biroq ziyon qilmasdan.
Aka bitta odamga bir kilo go'sht sotuvchi ko'yniga ham sodiq qilmasak, to'g'risi qassob ko'chada. Shunaqa yog'ini ovoryapti, iloji yo'q. Baba mashina o'qib mashina sodir bo'ldi. Haligi hamma narsada yangilik chiqyapti. Buni ko'rda menga qiladigan onasi yo'q. Keyin qizmoq ular qanaqa yo'q. Buni xursandchilikdan ichidan ravoqlikdan hech to'xtay bo'ldi. O'zi yo'lda yo'q. Xursandmiz. Yarim. Ay yo'q, nima dedi? Osmonni ko'rsatamiz. Xo'p, bittasi mana mashinasi. Alloh barakasini bersin. Ikkinchisi mana bu. Degan mini fermani boshlagan ekan. Bobu shamolda zaradamiz. Alloh barakasini bersin.